Hürmetli vatandaşım, leksimizin devamına dikkat ağdırın. Yakında Şinjan Uygur Abdunum rayonunda alaydı fevkalade belki siz biz kütmegen bir hadisi yüz berdi. Bu hadisi nime deseniz Uygurlarını qattiq bastırışqa narazı bolğan Şinjan gazetegi tahrir bolup işlegen sabiq tahrir Şinjan gazetesi işlegen sabiq tahrir Janvivi qol qilindi. 10 yıllık kesildi mening hesabımda unutup kaldım. İkincisi Can Haytao degen bir yigit 19 yıllık kesim ilan kılındı. O kişi Uygurlarını bastırışqa narazı oldu. Xitayning milliy siyosatini tanqid qildi. Bundaq bastırıversan nima iş bu bir sebebini ko'rsatmamsan dedi. İki Hanzo. Biz ularni Hanzo deyli. Lekin Jiang Qunshan siz bular qamoq jazosi berdingiz. Ularga 19 yıllık qamoq jazosi berdingiz. Nima? Zali sizning siyosatingiz nima? Uygurlar sizning davlatingizning grajdanimi emasmi? İki Hanzo ular ish og'ritgan ekan. Siz ular kesim e'lon qildingiz. Nima? Jiang Qunshandan tortib Beijinggacha, Beijingdan tortib Jiang Qunshangacha hokimiyat beshida turgan, hozirgi navbat hokimiyat beshida turgan har bir Xitoy bu millatchi Xitoydir. Endi bizning buni esimizga diqqat qilishimiz diqqat qiling. Hozir Hanzolarning ichida yetishib chiqayotgan Hanzo ziyolilari millatlarga, masalan, Tibetlarga qanday muomala qilyotdi, Uyg'urlar qanday muomala qilyotdi, endi tuvanda Tibetlar to'g'risida leksiya so'zlagan va Tibetlarning mustaqillik harakatlarini qo'llagan Changcheng apandining leksiyalari bilan sizlarni tanishtiramiz vatandoshim. Tibet aman bir kuni Jungo Kompartiyasining mustamlik hukmronligidan ayrilib chiqib, erkinlikka erishdi. Mavzuliq maqola 5-ayning 28-kuni Tibet sadosi radiosida e'lon qilinib, shu kuni Washington betiga choplandi. Maqolaning avtori Amerikalik, lekin Jungo naslidan Sao Changcheng apandi. Biz tuvanda bu kishining ismini Changcheng deb qisqartirib talaffuz qilamiz. Jungo nasldan Amerikalik yozuvchi Changcheng apandi yaqinda Tayvanning Taybey shahrida o'rtoqlikqa izlanish xalqaro Tibet Hanzo do'stlik o'maklari qurultayiga qatnashgan chog'da Washington beti muxbirining ziyoratini qabul qildi. Changcheng apandi Tibetning kelgusiga nazar solganda bak umidvorlik bilan so'zlab, hurmatli Dalay Lamaning rahbarligi ostida Tibet aman bir kuni Jungo Kompartiyasining mustamlik hukmronligidan qutulib, qayta erkinlikka erishadi deb ko'rsatdi. Changcheng mundaq ko'rsatdi. Bundaq yig'in chaqirish intayin ahamiyatli deb o'ylayman. Chunki yig'inning ismi o'rtoqlikqa izdanish ekan. Tibetliklar, Jungoliklar va Tayvanliklar bir yerga jam bo'lib, bu o'rtoqlikqa izdanayotdi. Albatta bu yig'inning o'ziga xos nishoni bor. Tibetning muhit bulg'anish, Tibetning madaniyatini qo'g'dash qatorliq masalalar yig'inda muhokama qilinadi. Bu dal izdanadigan o'rtoq nuqtalardir. Lekin men bir nafar yig'inga qatnashchi bo'lish sifatim bilan 20 yildan beri Tibet masalasi ko'ngil bo'lgan bir kishi bo'lish sifatim bilan Tibetning mustaqilligini tanlash huquqini qo'llaydigan, Tibetning davlat huquqini qayta asliga keltirish huquqini tadqiq qilguvchi va kuzatuvchi maydonida turib, shundoq deymanki, eng cho'ng o'rtoq nuqta muhitni qo'g'dash masalasi emas. Men Amerikada yashayman deb boshlaydi maqolasini Changcheng apandi. Changcheng apandi Amerikada nurg'un kishilar muhitga ko'ngil bo'ladi. Lekin muhit masalasi alohida masala emas. Til masalasi kelsak, Tayvanda nurg'un yerlik millat yashaydi. Nurg'unlagan Tayvanliklar o'zining Tayvan tilida so'zlashni talab qiladi. Tayvan tilida so'zlashish Jiangxi davrida cheklangan. Davlat tilida so'zlashish, Jungo tilida so'zlashish yo'lga qo'yilgan. Lekin bu yerda tilning o'rtaq tarafimi ancha muhim emas. Biz ko'ngil bo'lguchi sifatim bilan deb maqolasini davomlashtirdi Changcheng apandi. Tadqiqot bo'lish sifatim bilan mening his qilishimcha
en mühim ortak nokta şundan ibaret ki Cumhur Kompartiyasının Tibet'ki müstemlik hükümranlığını ahırlaştırış gerek. Çağçın efendi nime deydi? Tədqiqatçı bolu süpütün bilen minin his qilishimcha en mühim ortak nokta şundan ibaret ki Cumhur Kompartiyasının Tibet'ki müstemlik hükümranlık qilishini ahırlaştırış gerek. Undaq bolmaydigan muhit bilen dinni, itiqad, medeniyet bilen til qatarlıq bütün türlük meselelerini hal qilishning şart sharoiti hazır bolmaydi. Mustamlikchilik yo'qolmay turib, bularni hal qilishning shart sharoiti hazır bolmaydi. Nurg'unlagan Tibetliklar o'zining hayotidan ayrilsa ayrildiki, o'zini ko'ydirib, ölüp ölüş usulunu qo'llanib, men bu xabarlarni anlaganda intayin hasratlandim. O hayatlık öy içinde gayip oldu. O hayatlık öy içinde, o hayatlık ot içinde gayip oldu. Bir insanın hayatı onun hayatlık ceryanı da intayin kıymetlidir. Hayatlık bolgandala insaniyet devamlışıdır. En eçenişliği şu oldu ki, özünü köydürüp, yaradar bulup, Qutuldur bilingan Tibetliklar ular ömürlük meyip bulup kaldı.